Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, 25-mart sanasi 2025-yil Yandex Taksi UZB kanaldasiz. Xo'p, qarang, kechagi videoyimdan keyin bugun ertalab qarasam, ya'ni mygo.uz dan xabar olsam, hozircha litsenziya kelmagan ekan, lekin Yandexga kirsam, mana litsenziyani kartochka ko'rsatyapti. Keyin ikkilandim va Yandexga telefon qildim. Yordamga, Podдержка, ular aytishdi, "Xo'p, sizning litsenziyani kartochkangiz ko'rinyapti" deb. Qoyil qolsak arziydi azizlar. Sababi kecha xo'p, bundan bir kun oldin, ya'ni yakshanba kuni, dam olish kunida yagona portal orqali mygo.uz orqali o'zimning shaxsiy kabinetim orqali tegishli organlarga meni o'sha litsenziyamning muddati tugaganligi sababli litsenziyani kartochka yana qo'shimcha davom ettirmoqchiman deb yangi yilga, 1 yilga ariza topshirgandim. U yoqda ko'rsatiladi. Xo'p, qanaqa to'ldirish haqida YouTube'da batafsil ma'lumot bor. Va ikkinchi kuni, ya'ni dushanba kuniga nimalar boshimdan kechgani bundan oldingi videoga ko'rsatilgan. Hozirgi 3-kun esa mana ertalabdan esa litsenziyani kartochkam ko'rinyapti. Qoyil qolsak arziydi. 2 kun ichida men litsenziyani olib yana ishga chiqyapman, liniyaga chiqyapman. 226 ball. Xo'sh, 8 ball yetishmayapti. Ya'ni men propustit qilganligim uchun. Qolgani esa risoladagidek. Xo'p, chiqamiz. Mana 14:20 25-mart Turkiston metrosidaman. Mana metro Turkiston. Yunusobod, Toshkent shahri. Xo'sh, 29,000 yuqori koeffitsient darajasi. Bu faqat Toshkentda emas, ancha mana bu Eshonguzor tomonlarida ekan. Mana O'rikzor bozor atroflari har doimgidek tirband. Xo'sh, 7 ball probka Toshkent bo'ylab. Va ko'ramiz. Aytgancha bonuslar yuborgan ekan, maqsadlar va ikkita maqsad yuborgan ekan. Xo'sh, bittasi majburiy 340,000 so'mga 152 ta zakazni amalga oshirishim kerak. 152 ni 7 ga bo'lsak, har kuni kamida 22 tadan zakaz qilishim kerak ekan. Demak, 152 ta zakaz. Men har haftalik beradigan. Afsuski, hozir qila olmayman-da. Xo'sh, ko'ramiz. Hozirgi zakazni amalga oshiraylik, undan so'ng esa yana qaytamiz. Liniyadan chiqdim e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat zakaz olish uchun liniyaga chiqamiz, qolgan payt liniyadan chiqib turamiz. Ketdik. Endi haydashni boshlayman deganimda zakaz отменен. Mayli, shunisi ham yaxshi, yaxshilikka. Xo'p, 152 ta zakaz ekan. Har vibratsiya, xo'p, 152. Bo'lmasa 145 ni belgilaymiz do'stlar. Mana 145 ni belgilaymiz. 400,000 so'm bu brend bo'lganligi uchun, brend yopishtirganligi uchun har hafta beradigan zakaz 145 ta. Понятно. Bo'ldi. Ana endi bosdik do'stlar. Do'stlar, sizlardan yana bir taklif yoki so'rov. Sizlarga qanaqa ko'rinishda olgani ma'qul? Mana shu ko'rinishdami yoki enigami yoki mana bu ko'rinishda olgani ma'qulmi? Shuni ham iltimos yozib yuboringlar. Meni nazarimda mana bunaqa ko'rinishda olgani ma'qulroq, chunki ko'pchilik telefon tutyapti. Ya'ni bo'yiga olaymi yoki eniga olaymi degan ma'noda. Mana bo'yiga, mana shu bo'yiga hisoblanadi. Kadr bo'yiga. Xo'p, ketdik. 1-3 daqiqa yurdik. Soat do'stlar 15:07. Yomg'ir unchalik ham zo'r emas, lekin yog'yapti, mayin-mayin. Xo'sh, lekin bu narxga hech qanaqa ta'sir qilmayapti. 19,500 mana Toshkentda. Koeffitsient esa deyarli yo'q. Mana shunaqa ko'rinishda. 3-zakazdamiz, 7 ball probka. Mijozni kutyapmiz. Mijoz Beruniyaga borishlari kerak ekan. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Qatortol 60 ta tochka qo'ydi klientimiz va Abdulla Qahhor 128 ga borishimiz kerak, o'sha boyagi zakaz. Xo'sh, xabarlardan Chevi qoldiribdi. Boyagi passajirasi 1850 ham, mayli. Unchalik katta summa emas, lekin boriga baraka. Klientimiz kelguncha bir ikkita kommentariyalarga ko'zim tushdi. Xo'p, yaqinda Yandexda bitta rus bola chiqib, bardachokdan hamma dokumentlarni o'g'irlab, pul-muli bilan
o'g'irlagan. Ehtiyot bo'linglar, Toshkent shahrida ayol kishining mashinasidan. Ha, albatta eshikni ochiq qoldirmaslik kerak. Har doim e'tiborli bo'lishlaringizni so'raymiz. Chunki har kim har xil, hatto klientlardan ham bu chiqishi mumkin. Endi klientdan chiqish ehtimoli kamroq, sababi ular qo'rqishadi, chunki ularning danlari, hamma ma'lumotlari qo'ng'iroq qilgan paytda yoki zakaz qilgan paytda kiritiladi. Qaysi nomerdan qo'ng'iroq qilishgan bo'lsa yoki zakaz qilishgan bo'lsa, o'sha telefon nomer orqali klientni topish mumkin. Ilojisi bor shu narsani. Xo'p. Oxirgi kechagi videodagi kommentariyalarda assalomu alaykum, Spark bilan Yandexda ishlasa bo'ladimi deyilgan ekan. Abdumannon Beknazarov. Ha, albatta, Spark zo'r mashina. Matizda ham ishlasa bo'ladi bemalol. Sparkda ham juda zo'r, o'zim atvet qoldirganman. Yandexda telefon raqamimni kirg'azsam, kod kelmayapti. Nima qilsa bo'ladi deb Tanzila FP xolos hozirgi holatda 7 soat oldin yozgan ekanlar. Yandexda agar telefon raqamingizni kirg'azsangiz, kod kelmayotgan bo'lsa, siz taksoparkka murojaat qilishingiz kerak. Taksopark bu masalada sizga yordam beradi. Bu ularning ishi. Chunki kirg'izish aynan ularning qo'lida. Qaysi raqamda sizni Yandexga ulash aynan ularning qo'lida. Mashina Cobalt ekan, startni o'chirish kerak. Albatta, Sherzod Hakimov startni o'chiraman. Har doim shunaqa atvet qoldirganman menimcha. Faqat chekkaga chiqib qolmasam, chekka qishloqlarga chiqib qolmasam, Toshkentning chekka hududlariga. O'sha paytda zakaz kamroq va shuning uchun startni yoqib, amallab shaharning ichiga kirib olishim kerak yoki koeffitsiyentli joyga. O'sha paytda start kerak bo'ladi menga. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Yo'q bo'lib ketdingiz. Suhrob, rahmat. Suhrob so'rayotganingiz uchun. Yo'q, hech narsa bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Ko'pchilik do'stlarimiz o'sha metandagi muammoni olib chiqqaning uchun senda biron muammo bo'ldimi? Xo'p, nimadirlar bo'ldimi deb xullas, yo'q, Xudoga shukr, hammasi zo'r menda va davom etamiz. Xudo xolasa doimiy sizlarning xizmatlaringizda. Assalomu alaykum aka, litsenziya chiqqandan keyin yana 3-4 kunlarda ko'rinadi Yandexda. Dilmurodjon xo'p, Savaliyev. Qarang, menda 3-4 kunda emas, kecha aplata qilganman, to'lov qilganman. Bugun esa Yandexda ko'rindi уже. Bugun ertalab ko'rindi, lekin men MyGo'dan kirib ko'rsam, MyGo'da yo'q ekan. Hali sizni litsenziyangizni kartochkasi deb chiqarilmagan. Hali jarayonda turibdi. Ya'ni tugatilgan, menga taqdim etishlari kerak bo'ladi. Demak, Yandex baza bilan yaxshi ishlaydi va darrov ko'rindi. Ertalab qo'ng'iroq qilib, videoni boshida aytib o'tganimdek, menda hammasi joyida. Yo'qolib qoldingiz-ku, yoshlik CD. Yo'q, hammasi joyida. Biz bormiz. Davom etamiz. Mijozimizni kutyapmiz. Ancha vaqt o'tib qoldi, negadir mijozimiz ko'rinmayapti. Xo'p, platnajdan 7-daqiqa ketyapti. Karta bilan bo'lsa bemalol xotirjam o'tirishimiz mumkin. Nalichkada bo'lsa, sal xavotirli klientdan har galda so'rashib turishimiz kerak, chiqyapsizmi deb. Rossiyalik mehmonni Toshkent City'ga keltirib qo'ydik, 24 ming va bizda keyingi zakaz bor. Ha, zakaz shu yerda, na messi. Va kutamiz. Xitoyliklar menimcha. Yo, o'zimiznikilarmi? Xullas, kim bo'lsa ham kelsin. Tezroq kelib chiqib ketsak yaxshi bo'lardi. Xo'p do'stlar, 1 soat 6 daqiqa vaqtim ketdi. 1 soat 6 daqiqa, aslida 37 daqiqa ko'rsatgan edi. Mana klientimiz ham uyga qarab yo'l oldi. Xo'sh. Yo'lni yopib qo'yishdi do'stlar, yo'lni yopib qo'yishdi. Nima uchun yopib qo'yishdi? Agar biladiganlar bo'lsa, iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'sh, ayni chaspik, hali zamon iftorlik, shuning uchun ko'pchilik uyga yo'l olgan, lekin mana shu paytda yo'lni yopib qo'yishganliklari juda noto'g'ri bo'ldi. Sababi ko'pchilik qolib ketdi. 1 soatdan oshiqroq vaqt do'stlar. Mana bu sizga Moskva emas, bu sizga yoki Vladivostok emas, yoki Tyumen deymizmi, xullas yoki Piter emas, Toshkent. Shu tig'iz paytda, chaspik paytda 1-2 so'm ishlab olib, shu bola chaqani pulini mana shu paytda ishlab olmasa, atang qolgan paytlar juda qiyin masala. Shuning uchun tezroq zakaz bersa yaxshi bo'lardi. Men Allohga shukr.
Xo'p, 13500 koeffitsient, komfort. Ketdik keyingi zakazga. Do'stlar, shunaqasi ham bo'lib turadi. Hozirgi zakazni atmay qilishdi. Ha, mayli. Yaxshi bo'lib qolar. Avgust sentyabrgacha dedi-yu. 9000 koeffitsient bilan olimlar 64 dan Mirobod tumani Turksoyga boramiz. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Aniqrog'i yakuniy zakaz. Hozir uyga qarab yo'l olaman. Soat 19:17, 13 daraja havo harorati. Mana bu esa Sergligami? Ha, bunday ko'tamiz. Somonda yaxshi variant chiqdi. Ha, yo'q. Videolar ham tayyor. Bo'pti. smenani yakunladim. Hozir esa endi sekin uyga kiraman inshaalloh, Xudo xohlasa. Xo'p, soat ko'rsatkichlari soat 20:04, ham 6 soat smenada bo'lganman. Bor yo'g'i 10 ta zakazga ulguribman. Yomg'irli kunda ehtiyot bo'lamiz. Chuqurliklardan ochiq yamalar, kolodezlar ochiq qolgan bo'lishi mumkin. Suv to'sib, usini tep-tekis qilib qo'yadi, ko'rmay qolishimiz mumkin. Ertangi yangi videorolikda ko'rishguncha kanalga obuna bo'lishni unutmang va albatta like bosib boshqalarga ham jo'nating. Salomat bo'ling.